Mana bu yil Vasa Super Elite navini olamiz. O'tgan yil ham oldik. Muzlatkichda saqlanib tindirilgan urug'. O'tgan yil ekkanimizni 80-90 senlerdan baland olganmiz. Xudo xolasa o'sha olingan rejamizdagi planlarimizni yanada ko'proq olish uchun bu yil ham kelib mana shu Toshkent Besedisdan saqlangan, xolodilnikda turgan, tindirilgan urug'ni olib ketyapmiz bu yil ham. Bu yil 40 gektarga ekyapmiz. Xudo xolasa urug'chilik fermerman o'zim ham ancha yildan beri. Nasib kamida 80 sentner, 90, xudo xolasa 100 gacha ham chiqazmoqchimiz. Afzalligi xolodilnikda saqlanganini hosildorligi yuqori. Chem boshqa urug'larga nisbatan hosildorligi yaxshi berdi. Unib chiqishi-chi? Unib chiqishi, tuplashi o'z vaqtida bo'ladi, yaxshi hammasi.